Mana Maqsud opa, hozir 2-kursga keldik. Biz hozirgi bemorimiz bilan qancha bo'ldi vaqti? Hozir 17-da iyunda kelgan bemor, juda kuchli og'rib kelgansiz. Qanaqa edi? Mana yuzidan, yuzingizdan boshlab ko'zgacha bir tarafda kuchli to'kurardi. Shunaqa to'kuruvchi kuchli og'riq bor edi. Maqsud opam pastelniy rejimda bachda yotdingiz. O'rnidan ham turgisi kelmasdi, kayfiyati yo'q, og'riqlar kuchli, qaruvchi bilan birga yotgan. Mana hozir bugun 2-kursga chaqirgandik, keldi. Kelganda mana ko'chalarda aylanib, kayfiyatlari yaxshi, ko'zlaringiz kulib turibdi. Og'rig'i bor, misol uchun 100% bitta kursda yo'q bo'lmadi, lekin og'riq bitta joyda deyapsiz hozir. Bitta mana shu burunni oldidagi og'riq kuchi qanchalik hozir? Kam. Ana kuchli to'qurishlaringiz yo'qmi? Avvalgidagi kuchli. Beradi, sekin-sekin qolib ketadi. Dori ichmayapsiz. Mana karbamazepin dorisini ichmayapti, o'sha ozgina joyida qolgan. Xudo xolisa inshaalloh mana shu kursda buni ham davolasak, bemorimiz 3 shoxli nevralgiyasidan 100% natija bilan inshaalloh chiqadi. Yana. Chunki 80% yo'qoldi. 80% desak bo'ladi. 15-20% qoldi xolos. Inshaalloh kuzatib boringlar. Yana yaxshi natijalar olsak, sizlarga qo'yib beramiz.